Yashang. Dushmanlar yonib ko'mir chabaysan. Bu brasletcha qo'limga uyilib qoldi, Ovsinjon. Nasib qilsin. 4 kunlik kelin dushmanni qaydan topdi? Ovsini bor-ku. Qulog'ing og'riyaptimi? Bu kecha og'riydi ona. Choynakni zanjirni qaysi tentak oldi, ha? Ovsin, yuring parkka boramiz. Ovsinjon, siz boravering, biz qo'ydi orollarga boramiz. Balki Moldiv orollaridir. Mishada. Eshitdingizmi? To'ydan onasinikiga bormaydi, Moldivga bola borma. Bu molxonani Moldiv deydi. Ovsinjon, ochilib ketasizmi? Bu ovsinlar bir-birini maqtayapti. Ochilib ketibsiz degan ayollar tilida oldin badbashara eding degani. Ovsinjon, bir yaqin qo'llaringiz bilan toza kiyimchalarni yuvib bering. Hozir yuvib beraman. Ovsinjon, idishlarni yuvib qo'ysangiz bo'ldi. Bu 2 qat. Oldin tug'ib olsin, keyin qiladi. Ha, hali sen tug'ib olgin, ko'chib ketguningcha tug'aman. 500 minglik makiyaj suvga oqib ketdimi? Menday tabiiy chiroyli qiz bo'lsangiz bo'lmaydimi, Ovsin? Nima shikoyat ekan bemorlaringizda? Voy, bir-birini ishiga burnini suqadi. Shularni burnini kal taqib berasizmi? Bo'ldi, Xudo xolasa uzunligini qisqartirib, katta bo'lsa kichikroq qilib, qiyshiqlarini to'g'rilab, vibratorli nafas yo'llarini ham ochib beramiz. Rahmat, doktor. Arzimaydi, sog' bo'linglar. Oyijon, burunduqlarga o'xshab qoldik-a? Nuqta taqqan eshakka o'xshadilaring. Yur.